Erning guvohligi xotin haqida shu darajada o'tadiki, er roziman deb guvohlik bermagunigacha xotin kishi jannatga tusha olmaydi. Agar er haqiqiy er bo'lsa, bunaqani aytib qo'yaylik. Haqiqiy musulmon er bu yerda nazarda tutilyapti. O'zi benamoz, o'zi noskash, o'zi pastkash, betahorat yuradigan erni so'zi bir chaqaga qimmat, hech kim olmaydi. Xotini ham unga itoat etmaydi, jamiyatda ham uning so'zi e'tiborga olinmaydi. Birovniki sovchi bo'lib borsa ham darvozasidan haydab yuboriladi. Bu yerda gap haligi erning roziligi jannatning kaliti degani, er solih inson, er ibodatli inson, er pokiza inson, adolatli inson. Ayoliga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lyapti, lekin ayol huquqimni talab qilaman deb erga sarkashlik qilyapti. Mana bunday ayollar 5 mahal namozini o'qisa ham, ro'zasini tutsa ham, boshqa ibodatlarni ado etsalar ham, er rozi bo'lmagunigacha ular jannatga kira olmaydilar.